Kompyuter o'ynab hech nimaga erishmaysan degan gapni sizlarga ham aytishganmi? Hozirgi kunda O'zbekistondagi eng katta IT kompaniyada ishlaydigan bugungi qahramonimiz Xursand aka qanaqa qilib Urganch shahridan yoshlikdan kompyuterga qiziqib, hozirda Toshkentdagi eng katta IT kompaniyani, davlatning eng katta loyihalarini bitishiga yordam berayotganlarini aytib beraman. Va eng qizig'i, necha pul topishlarini videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. O'zi 1-2 yillik tajribasi bo'lgan dasturchilar o'rtacha necha pul topadi bo'ylaysizlar? Fikringlarni kommentariyaga yozib qo'yinglar. 2010-yillarda yurtimizda kompyuterda keng tarqamagan, uni ustiga qahramonimiz ham sharoitlari unchalik zo'r bo'lmagan ekan. Shuning uchun mahallada mayda-chuyda narsalarni sotib, pul ishlab, topgan pullarga kompyuterni ko'rish uchun o'yinxonalarga haftasiga 2 marta borgan ekanlar. 4 yil oldin oxiri o'yin o'ynagandan ko'ra dasturlash sirini o'rgana qolay deb o'zlariga ustoz topgan ekanlar. Boshida yaxshi bilmasalar ham qiyin proyektlarni olib, boshqalarga o'xshab, men hali tayyor emasman, qila olmayman deb o'tirmasdan, jarayonni o'zida yiqilib, qoqilib, turtilib o'rganib ketavergan ekanlar. Lekin ora-orada ish qiyin tuyulganidan daji 2-3 martalab, bo'ldi bu ish menga emas ekan deb shartta tashab ketmoqchi bo'lgan ekanlar. Bunaqa qiyinchiliklarni yengib, hozirgi darajangizga qanaqa erishgansiz desam, bilasizmi, ishlashni boshlaganimda dasturlash sohasini qattiq yaxshi ko'rib qolganman. Shuning uchun shu kasb ustasi bo'laman deb o'zimga o'zim so'z berganman. Yigit kishi labzdan qaytmaslik kerak deb aytdilar. Undan keyin qisqa vaqt ichida IT ni ipidan ignasigacha o'rganib chiqib, harakatdan to'xtamagan ekanlar. O'tmishingizdagi nimadandir afsuslanasizmi deb so'rasam, qaniydi bizani ham paytda IT ni o'rganishga hozirgi kundagi sharoitlar bo'lganda edi. Shu yo'limni 2-3 barobar tezroq bosib o'tardim deb qo'ydilar. Mana siz 4 yildan beri ishlar ekansiz, lekin sizdagi front-end dasturchi 1 yil tajribasi bo'lsa, necha pul topishi mumkin deb so'raganimizda, agar menga shogirdlikka tushsa, o'zim o'rgatib, stajirovka qildirib, shunaqa katta kompaniyaga ishga joylashishga yordam ham berishim mumkin. Oyiga $1000 bemalol topa oladi dedilar. Men xursand bo'lib ketganimdan buni sizlarga ham tavsiya bermoqchiman. Agar birorta tanishingiz shunaqa ishxonaga keyingi yilgi ishga kirish niyati bo'lsa, bu videoni ularga albatta jo'natib qo'yinglar.